Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki Uyg'urcha biladigan, Uyg'urning ishlariga ko'ngil beradigan, Uyg'ur mustaqilligiga yaqindan yordam bo'layotgan barliq qarindoshlarga o'tliq salom. Bugungi tema nurg'un kishilar anglayotgan Joe Bidenning yangi bayonoti. Uyg'ur masalasi Cungo hükümetinin içki meselesi, medeniyet kırgınçılığı kalabatıdı deymiz dep sözlepti. Bu doğruluk nurgun insanlar şunda gazeplendi. Muş doğruluk münaziri ötkezmek istiyor. Bu yeni tema emesi kardeşler. Bu Joe Biden burun hakla devatkan nesi öz bitil dep koyuptu. Unutup qalğanlar bolsa, ya yenidən davaga kirganlar balkim bilmaydi. Şununla bunu tushundiramiz. Yana birisi dunyoni zilzilaga solgan Chexning donglik dindori. Pop desam bo'larmikin uni. Chiqib shu nima ularniki dindor ekan. İsmi Dominik Duka. Bu hukumatlar hozirgacha ochiq tilga olib bir narsani ochiq dedi. Hukumatga vakolatanda. Bu işte doğruluk iki tema var asasda. Qo'shimcha yangi uchurlar bo'lsa qo'shib qo'ysak bo'ladi. Avval bizga intayin tanishlik bo'lgan, necha yillardan biz anglab kelayotgan Uyg'ur masalasining Jungo hukumati tarafidan elib berilayotgan irqiy Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligi bo'lmasdan balki madaniyat qirg'inchiligi deymiz degan so'z ustida munozirani avval boshlaylik. Bunu aldı bilen Yarmen efendim burundanla xeyl burundan anlap keyivadı da boşunun karta bu özünün fikirini de bakkan olsa merhamet. Esselamu Aleyküm bütün dünyadaki aziz, muhterem karindaşlar. Uyghur Türk, Türkmen Türk, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Noğay, Uyghur Türk, Uyghur karindaşlar. Yaxşı mısınlar, teşekkür ederim. Bugün günümüzde hayırlı olsun. Hoş, bu erkek kırgınçılıkniki bizim bu Uygurlarda şu netçiliknagi şundaq şu media dikkat qildim. Erkek kırgınçılık taya nima qilib qo'ydi? Endi bu ağzımızga chaynab yegizib qo'ymaydi, qo'liqimizga ag'itib qo'ydi. Bütün dünya anladı. Hozir demokratik Xitoylar qanimda mush besilsa, Şinjan, Tibet, Hong Kong'dan Tayvan'dan gapini anch nima qilmadi ular. Ular kelishayotgan bo'ladi, siyosiy o'zgarishlar ular nima qilmaydi deb. Mush shunday nima qiladi, bizim bu tashkilotlarniki men faqat tushunmayman. Neymişken mush bugungi kunda jimit oldi degan. Bilimsa ilaqqa qo'poplam virus sababini deydi. Bu virusning saqtligini, qanaqligini o'zi butun dunyo bilib ketdi. Bu vaksinaning kerak emasligini bilib ketdi. Xitoy chaqda vaksina pul qilish uchun, pul tepish uchun qilgan narsadir. Butun dunyoda voy xo'jam deb meni qo'g'irgan qilaman deganlar bir suiqasdligini bildi. Ma Uyg'ur millat o'zining davosini qilmayapti. Hozir qilmayapti ekan Joe Biden nima deydi? Hozir bunda asosi Xitoy taraqqiyotida so'zlayotgan narsa 20 minutlik haqiqiy bo'shliqqa sening Şinjan masalang bormi? Tibet, Hong Kong, Tayvan masalasiga sen ishki masalaga men aralashmayman debdi. Meni qiziqtirmaydi debdi. Joe Biden'ın gapi. Bu yerda ularni madaniyatga qo'yib bersangiz, aqsangiz, ko'k qilsangiz, uchi, buchi degan gaplar qilibdi. Endi Xitoylar deyotdi buni. Xitoylar deyotdi. Xitoy tilida. Ma Uyg'ur tiliqlar jim nimaga ma 4-qadam kelgan fursat tarixda. 3 qitim nima? Mushu 10 qilib buni o'tkazib yotgan. Uyg'urcha Cumhuriyeti qurilib 16 federasyonga
Sovetga federatsiyon bo'lib kirganga onun putlukka şangılıp Türkistan'da atab koyaplar bekan-bekanға işini buzganlar. Bu da ma işin buzuvatıdı. Yani meni qo'shimcha deb qo'ygan narsam Xunan bilasizlar? 7 avtobus Uyg'urlar besib kelibdi. Qayoqdan besib keldiki? Besib kelib bu avtobusdan şimdi kim bor, kim yo'q uqilmaydi ekan. Ayniki, bunda biz odatda uyda aynan qaraymiz-ku. Shunga o'xshash bitta aynik ashunaqki, qora emas ekan. Oq ekan, ammo o teshlikini ishidagi odam bor yo'qni uqmaydi ekan. Men Xitoydan davatganimizda. Tushib bu avtobusdan Ağlanın avtobusu yutadigan vaqtida qolsa Uyg'urlar ekan. Shu Xitoy mudo qolsa bizning maoshimiz-chu debdi. Desa, yaşığının hoş ol debdi. İşletkiçe aylıgını hesap sözlüsüp şiltip 7 avtobus Uyg'urlarni Xunanda bir yezida teqi. Anadaki chatki Xitoy turishlar fuqarolarga Xunandagi Xitoylar mushna ish bo'ldi debdi. Deganiki video ma'g'izmabdi, telefonni tutqazmadi degan ovozni nimqani gapdan gap chiqib mishada bir tungani qulqqa tushib qolibdi bu. Hey! deb nim bo'ldi? Mushna shubdi. Ma eshaklar mundaq qilibdi dedi. O nat yomon bo'ldi haqiqatan, to'g'ri, mushnam ish bo'lamdi deb. Am sizlarga beshinglar kelgan bizning beshigimiz keldi deb. Buni eg'izaliqlik deb berdi, qardoshlar. O'ylab qo'yinglar. Bu Uyg'urlarning qilgan da'vosi men 2008 Rabiya qadr kelgan chaqda qulluq davriga akilsiz degandim. Qulluq davriga akeldi buni. Ma Uyg'urning da'vosi. Ana Joe Biden tağanlar, belki nima qilib ketgantinglar. Trump Uyg'urning og'ziga olmagan. Yaptı hani. Senin o işinle beni qiziqtirmaydi beni. Bana ona ko'ngil bilmayman degan ki. Joe Biden. Ma'qul. Bugungi qilgan narsa nimati? Erkak qilgan ishini e'lon qilgan bo'lgandiki, qonunliq bo'lgan ekan bu dunyoda. Ma Uyg'urlar jim etib olgan ekan, qalam tutganlar, qalam tutganlar. Qalam tutganlar shunda qaraydi, qolsa hammasi o'zining shu qilayotgan. Ma qalamni taq qilib qo'yib qo'ydi. İşlemaydi. Qardoshlar, yana ayliqqa nima qilsa bular bunda qildi, anda qildi demanglar. Yana ishkil o'likida Chingdovda bir zavodga o't ketibdi. O't ketganiki u yerda 19 odam saq qolibdi. Nurg'un odam kuyib ketdi, portlab ketdi. Akşam xabarlar qaraganda 19 odamniki 4 Uyg'urniki. Onu hukumat qo'yib bermagan ekan, ashada ishchilar majlis chiqarib, men taxmin qilib qolaman, men gap qilmayman to'g'riliq. Uyg'urlar Xitoy so'qish ketdi ekan. Ala anan keldi o't qo'yayotganga portlab ketgan ekan. Kuyib ketgan ekan. Ha. 19 odamdan 4 Uyg'ur chiqibdi. Bilamsizlar? Yats Tunganka. Sizga sho'shimi Xinjiang virusi deydi. Chigsa qo'ymen deydi. Mana. O'ylab beqinglar. 11 musulmon 8 kafir o'ldi degan gap. Nima 8 kafir saqaldi degan gap. Hayda. Yat Tungan 4 Uyg'ur. 8 Xitoy. 19 odam saqlabdi. Akşam xabarlarda
Yan bir xabar, hem de yangi xabar bormi yo'qmi degan chog'da, anaqa yangi xabar bakmi jiq emas dedim. Yan bir xabar. Mushu nimidiki, mushu Wuhandagi bir zavodga 1,5 oyda ish ketdi. Hukumat kirama o'tmishiga. Hukumatning asosiy iliqi pul mablag' kirgan zavod ekan u. U yerda 4 millat tashkillangan sanoatlik telefon qoplarni yasaydigan telefonning birimsi yasaydi deydi. Shu yerda ana Xitoyniki yerim rasmiysi bor o'xshaydi shunga qaraganda. Uni ishiga kiramay o'tibdi. Buni bek yushlim tutibdi. Hozir bu Wuhannikini nemisini hech kim demay o'tibdi. Chunki Wuhanniki nemisi bek chinkan xalqi yomon qattiq turmabdi unda. Ama o'lib ketiz ekanmiz deb. Hozir Go'ngsandani kuchi bir Wuhanga yetmay o'tibdi. Kichikgina bir yana zar chiqayani egallab olgan bilan boshqaga Xitoyning kuchi yetmabdi, yetmay o'tibdi. Xitoylar o'zlashdan davomladi. Xitoylar YouTube'dan diqqat qilinglar. Quruq gap qildi deganlarni bundan quloq solsanglar, shunda yaxshi fikrlar chiqadi. Bu Xitoylar degan shu Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi, Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi deb shunchalik so'zlayapti. Bu Uyg'urlar dardda tortgan, ziyon tortgan Uyg'urlar bundan hech nima yo'q. Biz ayni qildik. Falan seferda mana ko'rishyapti. Petition chiqayotgan. Voy, ahmoq, Yasir Arafat 1,200,000 petition chiqib SVSga yetamagan. Sening bu mustaqilligini shunchalik asandab otamsan. Bir odam Allohning nimasini bunda o'ylash kerak. Alloh mana nasi qilsa bo'ladi, nasi qilsa bo'lmaydi. Chunki sening mustaqilliging bu chaqchaq qilgan mustaqil emas bu. Uyg'urning mustaqil butun dunyodagi qor bulutning tarilishi, qop tuvoqning ichilishi, bütün insoniyatning ho'rligi bu. O'zingni shuncha pesanda pas yo'q qilib bitib borsa, aqlsizlik qilib qolgan gapni kende Yar Mehmet efendim Zümrüt Tursa o'xshash tillaydigan bo'ldi hepsini. Qarindoshlar, bu Joe Biden'niki chiqargan bayonotini balkim anglamaganlar bo'lish mumkin. Men taxminanli asos mazmuni birday. Buni bu to'g'riliq tarjima qilganlarmi borken, WhatsApp to'plarida tarqalib yurgan. Hem anlamaganlar bo'lsa desem, Joe Biden buni nima deb tushuntiribdi, madaniyat qirg'inchilik deganini desa, Jungoning an'anaviy madaniyati boshqaga o'xshamaydi. Bular o'zining madaniyati bo'yicha ish ko'rdi. Ichida hamma millatlarni birlashtirib, ittifoqlikni kuchaytirish uchun o'zining madaniyati bo'yicha bir ishlarni qilayotgandi deb Jungo madaniyati degan bir narsaga döngab qo'yibdi buni. Shuning bilan bu chet eldagi demokratiyani yoqlaydigan Xitoylar, ya'ni Xanzular intayin norozilik bildirdi-da. Bu odam, bu insonni qirdigan bir madaniyatmi Joe Bidenning nima degan deb intayin norozilik qildi. İnsan huquqlari davosini qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu to'g'riliq bir radiya berish so'zini qilmadi qilsak. Yo'q, hech nada. Endi bu yerda Joe Bidenning davatgan so'zlarining asos mazmuniga qarsak, bizga intayin tunishliq, necha yillardan kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi so'zlayotgan narsa bu. Jungo hukumati madaniyat qirg'inchiligi qilyotdi deydi. Biz 3 yilni yoq davatganimiz, bular Uyg'urlardan erkiy qirg'inchilik qildi dedik. Bular mustaq keni tatib keldi, makunda erkiy qirg'inchilik deb Amerika hukumati chiqirib bergandan keyin biz nurg'un tashviqotlarni qilgandik chiqirib berdi deb yana o'ziga tatdi. Uningga mayl dedik.
Qilsang qil deb. Endi bu Joe Biden'ın so'zlaydigan narsani bu odam qayirib kallasini oljib qolgan bo'lsa, bu shu Nuriy Tulkilar necha vaqtdan so'zlab yurgan mana shu bayonotni bu shu Uyg'urcha so'zligini inglizcha nusxasini tutqizib qo'ygan o'xshaydi Joe Biden o'qi deb. Rossiya bosimi o'qib yurgan uni madaniyat qirg'inchiligi deb. Joe Biden ya kallasidan yani katta bu. Ya bo'lmasa ichki ziddiyatlarni terib, ziddiyatlarni cho'ngaytib, tomosha ko'rayotganlarning birisida bu. Bu qandaqdir siyosatchi yoki Amerikaning prezidenti emas, Amerika shirkatining liderligidan emas bo'lg'dak buni. Bu Uyg'ur kishilik huquq qonunimi bor. Bu genocide deb chiqadi. Bu narsani o'zgartkil bo'lmaydi deb o'zim bir qatim degan. Irqiy qirg'inchilik etmag'ini rost degan o'zi. Endi makun kibli ichki ishi Jungo madaniyati bu deb yo'qli bir narsalarni qo'shibdi-da. Endi bu intayin bir siyosatchi bo'lish sifati bilan bu to'g'ri kelmaydigan, lider sifati bilan to'g'ri kelmaydigan, prezidentlikku yo'qku buningga. Yolg'ondan ash medialarda yolg'on tashviq qilib yurdi. Bizning bu saxtipaz da'vogar liderlar bor-ku, da'voning beshiga chiqib olgan. Ashlar yolg'on so'zlagandek, mana shu Baydenga o'xshash so'zlab o'tirdi ular, medialar. Pul basil so'zlaydi ular, hamiz yolg'on. Mening tushuntirishim bu shunchalik bo'lsa, Murat afandim, marhamat. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar, mana kun xayrli bo'lsin. Hozir bir qo'shib qo'yaman shu uyg'urcha, keyin men o'rischa tushuntirib qo'yaman buni. Gapni men asli shu dunyo uyg'ur qurultayining bu uyg'urlarga ziyondan boshqa hech qanday foydasi yo'q narsa men o'ylayman bu tashkilotning shu. Hozir menda sapsasam nurg'un shu sürgün hükümetler, şu Uygurların hemisi bular karşı çıktı. Ben bulardan kaydım bilmem, şu Kazakistan'dan bularını başkuruvatkan şu Kahraman Gojanberdiyev. Bu solamçılar bu bir tüzek mi bir işini kımıgan. Bular şu Kazakistan'da Almutu'da mesela. Bir kıtımı şu bayrak götürüp namaz çıkmıgan. Bir kıtımı şu kançılık meydeki Uygurlarını kaytırıvattı. Xitayga deport kıldı. Bir kıtımı şununla bir avazını çıkamıdı bu işplaslar. Hayınlar bular. Resmi hayınlar bular. Bular kanak tonuştum. Bular şu Tursunay diyen bir ayal battı şu vatanda çıkanı. Şunu bular 100 bin tenge 200 dolarım bulmaydı. Şunu mu bular karakçılar bu kızın şunu akıstı ben bularla tonuştum. Çıkıp ben bilmemez nimişke bulan akıstı şu Kazakistan'da Almutu'da nurgun adamlar tek kolaydı ki tekçi mi akçıcığı ki bulaga. Ben yakında bunu Krasny Pol'da buldum bir nazırda. Şeydim onu depede. Yadım o akçıcığı ki kolaydı ki bu işle hemisi şu Tursungül degen muş ayılğı BBC'ga guvalık çıkkan ayal gibi mi bu? BBC'ga aş ayalga yıkan pulunu evaptı mı ola? Şu ayalını da ben ötken yılı ben ola kanat konuştum. Ben şu dünya kurultaya kanaklı nimişki maçta karışım ben ula şu alga 100 bin bir yerden 100 bin çıkıp o nimge sadırdan imam belse ya da bir muşu vekili muşu Kahraman'ın Gojanberdiyev ki o bana develep telefonla bir narsalarni dedi ki ki bana kaytırıp anda kılmaz ben muşu akçını özüm kaytırıp etmem anda kılmaz meni onun çatlığım yok ahırda bu akça München'e gitti München ketgende endi şu Dünya Uygur Kurultay gitti demiş şu aksı bağı öyle İsa Dolkon
İsa Dolkun, muşu Erkin Elip Dikken, muşu en muşu bizning düşmanlar Uygurlarning. Ben şuna koyayım. Endi boptu ben hazır muşu Orusça haberlerde. Bırak ben yanı dep koyayım muşu nurgun muşu Kazakistan'da mesela Almutu'da muşlarını muşu işplaslarını şerefsizlerini kolaydıgan narsalar köpke berdi. Bularning bir çinga bizge bir sunuq çinga faydası yok narsalar bular. Şu dünya Uygur kurultay muşu Kahraman Kojanberdiyev muşu baş kurvatıdı. Faydası yok narsa. Bu solamçılar bir yerde jığılıp aldı bir restoranlarda ya bir kafede. Ha o Şardinov'un bir kafesi var birinci Almutu'da. Şerin degan yerde. Şular da şide buladı jığın. Çünkü ulanın gipi muşu en birinci muşu maksat bulanın pul jığış. Neyim bu sığa hemesiga pul jığış. Anda kılmasa pul jığalı. Bunda bu bizge elbette bu pul jığış narsa kerak oldu. Biz Uygurlarga vatanperverler bilmez, düşünmez. Şunu mu buzuvatıdı bu işlerini? Yok narsa. Aslında bunu akıp gittim. Ningi jığdı pulunu Gene efendim sen muşu tefsili düşendir koyuna. Nimine Bu netice Avut, çıktı mı çıkmadı mı? Angliya'da bir Tursunay hanımdaki resmin çıkarıp koydum hazır ekranga. Murat, Xitaylarni. Tursunay hanımdaki resmini ekranga çıkarıp koydum. Muşu şunun gipi depçi haklı anısı bilevasın dep. Şu ayağını bu özünün nime renkini kokutgan ayağını bula bozak kılıp bir vaklar karsam bunu çıkarıp koydu, birden çıkarıp koydu, birden yok koydu muşu şu ayağıyla oynayıp bula maçtak bir eski iş kılıp kançılık eskilik baş şu işlanıp koydu bula şu. Bu bizge muşu dünya Uygur kurultay asli muşu Kazakistan'daki bu bizden Uygurların muşu Tormuz şu bu. Hiç ne şuanın ahvalını muşu kahraman mı meşede 25-30 yıl oldu mu şu başkurvatıda hem Uygurlarını kult koydu bir yerde Kazakistan'da. Bana tekçi bana okunmavatınız. Şikayetli buldu bana Kazakla kakşavatıdı mı konsulda. Bir mi Uygur mu çıkmayaydı atıdı. Bizde tukanlar yok mu? Bizde tukanlar boğusu mu bomusu mu biz Uygur. Bizden vatan kıyrindaşlarımız, bizden erkek kırgınçılık bir vatıdı ya da. Biz kandak bulsun mu biz avazımızı beriş kerekmiş Kazakistan'da. Nimni kokvatımız muşla kokudu ki oy çıksanlar sola ötüdü, andak ötüdü, mundak ötüdü depçi. Hain. Şunun için bizden hazır nime çattığı yok bu kettim şu yaşlarının. Mesela 90'cı yıllarda ama işte bayraklarını götürüp o miçetlerde çıkan bunu şu vakanın 97. yılının vakanın biz kança 2 yıl bulgandı bana Sultan Kurgan'ın bayraklarını çıkarıp Uygurlar her maçta bir vatan için bir maçta kızıkkantı. Hazır yok ondak narsa bizde. Çandılar muşu kahraman Kojanberdiyev'nin aksın. Muşun aksın ile muşu leşkerlerden 15-20 aydan çıkıptı kışığa. Şular muşu, endi bular nemi kızık batıdı sanlar bular pul kızık batıdı bular. Murat efendim, ben bir nesini Ben şunda koyayım. mage endi pul yığışının gibi çıkıp kaldı. Müşahede bir soray. O'rta Asiyadagilarning hammasidagidek 91 adamda anglavatimiz namoyish chiqsa tutib 2000 tanga dedimi pul jarimani qo'ydi ekan. Unchalik pul bizda yo'q, shuning uchun namoyish chiqsak bo'lmaydi, jarimani to'layolmaymiz deydi. Jarimani to'lab birdigan emas chiqatdiq degan gap chiqdi. Bu gap rasmi yolg'onmi? Chiqqanlarga qanday jarimani qo'ydi degan buni aniqlab baqsaq bo'ladi buni. Andiken Mavut Tursunay xonimga yiqqan pulniki zat qanday bo'lganligini mushu ayolni o'zini bevosita bir ekranga chiqsin ya boshqa ekranga chiqsin, mush to'g'riliq so'zlab baqsin. Ash pullarni kimlar xashlayapti? Kimlar yutib oldi uni? Bu to'g'riliq endi ayrim qilayli, mana pulning gapini. Bu bir şey tugusin. Gene efendim. He. Gene efendim. Uy.
Bulanınçı mana nime, bulanın kanalları tömü, yine 5 mi yarım milyonu yevetti ulanın içtin bu mu de? Nime o 100 bin tenge, 200 dolar. Onun kana kaçıp birdi, yok deydi boldu. 500 ming da jıktığı mana, İsa dolku mana ben 150 bin verdim de boldu şuna ki. Ha Evet. yeri, Hı. yeri efendim. Doğru. Mana ben 150 bin bir atma. Kağanın yani 5 Nuri Türkan'ım dedi. Ben muşa endi. Benim vazifem ben hiç kandak namayışlara çıkmayma, işten çıkmayma. Ben muşa advokat Uygurlar bolman dep şunu tizimladı bakan bu. Şu 500 bin dolardan içinde. Akça aldıkken bu. Rabia Kadır'daki kuyuğluğu değil mi bu? Değil mi? Uygurlar advokat bu. Sap yalan bulanık yapları. Ha. Ha? Bu Nuri Türkü degen Rabia Kadır'ın kuyuğlu mu? Ulan nerede çok süzüp bu çoğulu süzüp bulanı birey silip Xitay Huasan meyveden bulan ebgeç kılıp yasap, perdezlap, galaskini takap Geri kaldın sen. Guan senden lan bana. Kayıt kaptım ben bak. Yaman çıkmadı da Ha oldu normal. normal. Tokta kayıt kalamazsam tokta ha. Ya miyedi normal, normal. Normal. A Kazakistan tarafta dolqon ve aciz bo'lgandan keyin ayadi to'xtaydi, miyada normal go. Bu manqıranglar. Bir yerde yandı neresi var şu? Muşu 4 gün buldu Trump efendim. Onda menip çıkmadı şu. Menip çıkmadı da. Bula hem de böyle aşkarını hep şundan yapıp oldu. Trump'daki bultu degen bir yapı var. Yani muş Murat anıldan almadı mı? Texnik casusunu tazlap bolgan ekan Amerikadagi ishki masalamizni hal qilamiz degan. Kommunistga va sirtqi kuchga yordam qilayotganlarni. Mana hozir hammasi harom qo'yning iliq kuchbigidek zaylab chiqdi shu. Hamda cho'yni suzyapti. Anandan keyin uni qilib bo'lgandan keyin yana shu kommunistga yordam qilgan tashqi dunyoning qandoq millat bo'lsa mayli tazlaymiz. Az Uygur geldi, az kaldı. Bu meyli koç onu kılıp aldı, bunu kılıp ilip aldım, yitip aldım dedi. Yani ben bulağa ötken kıtıp gıyni işkimiz çıkan degen size fırsat. Moş erki kırgınçılıkını boldu ip minla tüm halka bayantıp kılıp şeyli moşuna hukukun size ilinler dedim. Ben şahsi, ben meni bu siyasi çıkarlaşma mustaqil olgan ekan desang, ben tak chiqib, chiroyli ishimni qilib, bekmi charchab ketdim ben. Yamanmi ashu heliqi ishlarkin qo'ydi-ku, tokni, mada qilib, mada bir tokni tiqib qo'ydi-ku. Ash ilibasimi so'zlaydigan bo'lib qoldim chun ben. Rasmi. Bu yaman kapishib ketdim. Bulaylık üzeci okuyan, galas sakıgan. Vay yavmayım, galas desen ben de bana Trump evet tuttu galas gitti. Ben köştük koyacağım ben, Trump evet tuttu. Dimer yenti devletey. Ya rast çakçak emez. Hayatımda galas sakıma gittim. Bana. Messi yari dep buna qaranglar. Bu da öz mondaqini taqab chiqibdi. Mana. Bulmuş galasiklarni poştadan keldi. Ben uqmayman, poştadan keldi. Poştadan keldi. Bu kichiklamada korobkamda alam, nipizmda korobka Amerikadan keldi. Ama buniki İngilizce. Kim saldı? Ya benim yaxşı ko'rgan hech kim yo'q meni. Bu 4 oy galasiz saptı. Ya tunigen bunu aldım. Ben de bunu bu to'liq gap qilmagandim. Gap qilmatib oldim.
kulib ketdim ben. Bir galas taqılsam, hayatım galas taqmayman men. Bir kadar resim tushki taqam taqamagam shunchalik. Bu galas xo'sham yo'qdi. 4 tane galas keldi. Bunda bir baş qog'oz kelibdi. Yezib anikelik biri bunda qilgan biri nemis surat bor yinda. Onu köyketsem onun yazgan mazmuni media tarqalib ketib qoladi. Xo'sh qarindoshlar, mush irqiy qirg'inchilik aysh mangayli ko'ziga olmagan tutchumoq deydi. Kim biladi? Sen go'yla manga başı girgan bo'lam sen Xi Jinping'lik başı kellik. Qununmaydi. Bu dünya g'alati dünya bo'ladi, qarindoshlar. Mavi üçümüz hazır elikki atның emçiki asıl 4 taptı. Bir emçiki yok. Bir emçekniki vakti yok. Ma 3 emçek olup yaman nima qilib ketdik. Es emçekten üst chiqadigan. Ha su chiqadi, su. Qarindoshlar, bu dunyodagi Uyg'ur qarindoshlar, mavi tashkilotlarga danglar, gap qilinglar, irqiy qirg'inchilik mush tömini qizig'ida bu ijro komitetiga arz qilsin. Haqiqiy Uyg'urning mustaqilligini desa, ijro qilib bermamsa desa, vatandagi Xitoy mustaqilligini bermasin, butun shu kamput turmidikilar qo'yiversinmi? Qag'inima dunyo siyosati o'ynaydi. Moshun olsun payda qiladi. Onu qo'yib bersan, Xitoy qo'yib bermaydi, bekor ishlarni qadam qo'yib bersa, uni pulini shalamdi unga. Shuning uchun mani ijro qilib ber degan chaqda Xitoy oldida Robiya Qodirovning xatoligi mustaqillik talab qilinsa xalqni qaytadi degandi. Mana desangmi qilyapti, demasangmi chiqib oldi. Hozir irqiy qirg'inchilik bizga mustaqillik desang, chiroyli uni o'ng'isholdi deydi. Bu Xitoylarning hozirgi mushu oylik da'vo qilinglar, da'vatxona sababi nima degan chog'da vaziyat o'ng'isholdi deb irqiy qirg'inchilikni siyosatda o'ng'ishliq deydigan akilish uchun. Yana mana oylik da'vo qilinglar, irq nima ko'ktinglar da'vatxona narsaniki men qilmaganimning sababi nima degan chog'da hozir oylik da'vo qilganlar Uyg'urlar, ma tashqi dunyoga Uyg'ur emas. Tashqi dunyodagi Uyg'urlar mustaqil. O'rta Osiyadagilar uni tuqqini izlash. Mana ma'noda eng moslashgan narsa. Men onam nerede, dadam nerede, men demayman. Manga mustaqillikda men desam bo'ladi. Olmutidagilar bo'lsa, uni tuqqinim nerede deysa to'g'ri bo'ldi. Qirg'iziston, O'zbekistondagilar. Qan urug' tuqqan da'vosi ular qilsin. Siyosiy mustaqillik davoni mavi tashqi dunyodagilar qilsin bo'ladi. O'zinglar yaxshi o'ylab yiqinglar qarindoshlar. O biz oilam nerede, qo'shnim nerede, tuqqanim nerede desak, bu nima kelib qoldi desanglar ishki masala. Qo'yib turibdi mana deydi. Hozir oilasini so'zishayotganlar qattiq chekindi. Ammo deyib o'qidanki odam ko'payib ketdi. Mana bularniki Abdurahmon Asaniga tungan qalmoqniki Xitoy bekor chiqqanmiga uni. Shuni chiqargan. Keyin Rabixon oilasidan chiqib oldi. Yani bu aileler nima qilinglar? Ve qani 6 yilda Uyg'urni mustaqil qilimi degan xotin. Ve bularning hammasi saxtkor qarindoshlar. Amerika saxtkorchiga, Amerika Jahongir butun dunyoniki saxtisi bo'lgan, siyosiy bo'lgan Amerikada shu Amerika siyosatgan xoinlar asli Amerikan emas, Ashyaga ko'chman bo'lib kelib, yashab huquqlari bo'lib qolganlar Amerika siyosatidir. Mana bizning ishimizniki bu. Mana tarixi 4-chi qitim fursat keldi. 3 qitim setib etdi. 33 satdi. Uyg'uriston Cumhuriyeti deganda Turkiston İslam Cumhuriyeti deb oldi. Bu shu G'o'ljidagi 44-chi narsani 2 kun kechirib Turkiston Cumhuriyeti partiyasida bilan yo'q qilib, nima qilib oldi. Buzdi, ani o'risa o'z ayni nimasi so'zlayapti. Sabit Damullah munda qilgan. Sabit Damullah unda qilman. Sabit Damullah o'tibdi. Uyg'uristonda e'lon qilindi.
Bana ağzı bula kıpkızı Uygurluk düşmanlık vardı da Türkistan'da. Dava kılıçın kusan, şıplat şerefsiz güyle. Okokunu kulağına al, mustakılını al, ilip o vaxtida bütün dünya sangın imdat isimleri de aşağılı mağısı amal yok. Az Jubayla çıkıp ya Uygurlistan desem bulmayı Türkistan desek. Ben ne mi kıpırma yardım kılmaz. Yaktım hemen ben. Vay sen kalkın iki kol iki. Bak tuttuğun kalemli. Tuttuğun kalemli. Lebeydim. İmza koş kalem tutmam sen. Kalem tutsan köyden kalsan kopak bunun kapını kalalasını katta. Birisi İslam. Bugünkü kişi tıkı. İslam'a İslam davasında söz davasında topladı. Ma millet yok havadadı. Kerimdaşlar. Bir Xitay ötken işke bir yere mərtub qaldı. Şunun için bir yaman yapmakım var. Bir müddet şu cüvetti. Askerler kızlarını şunun için neyim kadar vapırken şu dedi. Vap diyemeyim ben. YouTube üçer deketti. Ben tınışa bir katıştım. Uyurdu kızlarına caylavadı deydi. Aldın ama karvat kıyasıgan işkitan bundak neyse işkitini bağlaydıkken işki kolumu da bağlap koydukken bundak kılıp kıskalı karvatken eski kato kip münafırdıkken işte seni kılıp münafırdıkken başlanlar diken lan ulanın ağzı Manda kile lüngüde sulçulaqlıq lüngə ağzıga ipiqlıq deydi. Mümkün emas rasm tartış deyip adı. Moşaq fırsat beremezsizler. Ma davagerler, teşkilatlar. Öyle ki anını küreştim, manın kılıvatımız dep. Öyle anı kılıvatımız, bilim kılıvatımız, piytiçin ötmeydi. Kırımdaşlar. Ben ağzım bulsam 30 yıllık sağımkağa poktum siz gep bilmem ben. Ama ötmeydi. Meneki muşu mustakillikka közem yetmesligini buldun mu? 2019'u deyme. Sözlü geldim ben. Bultuna depkivatman o kıyamet kıyım bulup yazımı tüp tizip ketken en yaxşı şu talaşkan taşaktan bu taşaktan talışıp kettik. Tüp tizip ketişki. Aldı da biz taşkı dünyadakiler birinci cehennem kirişimiz gerek. Men mi kirişim gerek? Davuzak köptek ölüşümüz gerek. Vatandakiler öyle yaşayış gerek. Tüm işini biz ben Uygur olgandı ki biz deymeci mi yana? Ma işimizdeki kalmaklarını podruğu götürüp çıkıp koyduk. Birimizi götürüp beşimizi gelip aldık. Ama Uygur emez o. Uygur emez. Manda aytkanda bizden beşimiz diye ülüşümüz gerek. Bak sırtki bak siyasete hata oynaganlar. Size öyleganlar desem yana arxiv kalsan Uygur çıkıvatkan. Satkunluk desen yana Uygur çıkıvatkan. Bir Xitay yok içinde. Uygur ismi. Millet isen Uygur bir yerde. Ve moşundan hatalaşkan bana vay Joe Biden eberdim. O diyen erkek kızık diyen buldu. Trump demegenti makul. Trump'ın buyruksuz Mike Pompeo. Nemi dedi? Makul Joe Biden'ın sekreteri Uygur'da bir gram gap bulmaktı muşkent gelince. Kısa pul. Arkadaşlar bu meni tağdırmalı gap qildi deb qilmoqlar mayli açtım ben işim kelmedi haq o'sha yasamadik ritmida gap qilmayman bilginimni ana to'kab aytdim ishim mana shunaqa odam yaratsanlar qolsanglar anglanglar qolmasanglar anglamanglar sen majburlar hech kim man bir ikki odam anglab bersa kifoya mush apparatga ovozim tushsa bo'ldi menimmi tahdid qildigan so'zim kelib qolsa u nima qilib qolsa mayda hukumat mening WhatsApp to'pimdim bor Facebook'dimi shu memur do'st
chaqiradi. Qandaq deysan, qandaq o'ylasa, oqit qandaq bo'ladi. Nima uchun buni nima qilsan? Ulamda chiroyli kiyinsan bo'lmadi. Ma'nim kiyinish bu yerda. Ma'nim kiyinish. Mo'shu millat tushundiki, Uyg'urniki milliy davo, milliy mavjud. Bo'lmasalar bo'lmaydi dedi. Nima dedi? Fucking Turkistan, fucking religion dedi. Religion degani nima? Din. Dinning davosi sen Turk davoring seni bunda qiladi deydi. To'g'ri, shuna qilib o'tadi. Bizni shuna qilib ishki davo. Davay. Undaq bo'lsa, keyingi tema dunyoni hozir zilzilaga solgan bir ish bor. U bo'lsa-mu Chexniki dindori, dangliq dindorga birinchi o'rin turadigan. İsmi Dominik Duka. Endi bu odam nimalarni bayon qildi degani qisqacha deyli. Asosiy narsaning mazmunini dey. Bu odam bir bayonot chiqadi. U nima desa, bu shu koronavirus deyotgan Jungo hukumatining virusi ismini COVID-19 mi deb oldi. Ba'zilar COVID-19 Jungo degandekmi qo'yib oldi, har xil atayotdi deydi. Buning ichida mayli nim devason, bu shu virusning o'zi Jungoniki bioximiyalik quroli bu hozir urush qilyotdi deydi. Buni bütün dünyadaki armiyalar allabirun biliklik deydi. Bu virus tarqalishdan ilgari biladi bular. Hozirgacha og'zini hukumat tarafga vakil bo'lib hech kim ichib boqmadi. Medialarda bo'lsa-mu biz medialarda anglayapmiz, unda bo'ldi, bunda bo'ldi deganda. Lekin 100% ishonchlik holda bayonotni berib boqmadi. Ashad miki degan so'zlar jiq hukumat tarafidan boshqa bir davlatning deb boqmadi, u chiq. Ma odam Chexniki dindor bo'lish bilan Chex hukumatining nomida badiiy bo'lib qoldi hozir. Bu hamma harbiylar biladi. Hozirgacha uchiq deb boqmadi degan narsani men tushundiray, azroq bilishimcha. Bu shu medialardagi kelayotgan narsani burun bilan yig'ishtirib kelsak, azazın parça çıkargan medyalar var. Wuhan'da harbiylar birini ötküzüptike kesel yo'qibdi degan gapmi bir mediada bir chiqqan. Bu yer bir musobaqa bo'libdi degan bir chiqqan parcha. Amerikaning askariga yo'qibdi degan gapi chiqqan. Bu narsani yig'ishtirib kelsak, bu oxir nima bo'lib chiqadi desak, Wuhan'da virus tarqaldi degan gap tarqalishdan ilgari xalqaroliq tanharkat musobaqasi bo'lgan. Bu qanday musobaqasi butunlay hamma davlatning armiyalarining ichidagi tanharkatchilar yig'ilib musobaqa o'tkazgan. Shu musobaqa kelganlarga virusni tartib, virus ular davlatga qaytgandan keyin yo'qolgan qilib, sal ajizroq qilgan askan to'q. Buni nurg'un davlatdagilar tekshirib, chegirdan kirgan chog'larda dezinfeksiya qilibdi, ba'zilari bilamisa keyin yo'qibdi bo'lib, shu vaqtning o'zida yo'qqa narsaga buni biladiga hammasi. Lekin oshkorlamabdi hozirgacha. Demak, Vatikandagi kontrolligida hammasi turibsa, mala qo'rqmaydi degan gap Chexniki. Mushlar Vatikandagi bo'yinturug'iga tushib qolgan. Shunga bu ochiq deyotdi. Bu odatda bunday xil tarqalgan narsa emas deydi buni. Buni qurol qilib oldi hozir bular deydi. Demak, Jungo qurol qilib ishlatdi degan gap Jungo hukumatining kendiki Vatikan buni mushning buyruq tushirib qirg'izyapti degan gap. Endi medialarda anglab kelyapmiz, yangi tipdagi virus degan narsa yangi tipdagi degan qo'shildi so'z. Aldıq mediada eskertken buni. Jungo hukumati nurg'un pul chiqarib bu virusni azroq o'zgartgan. Shuning bilan o'zgartganni mala bildan bo'g'ashqa yangi tipdagi degan narsani qo'shdi oldiga. Aslidagi narsa butunlay o'zgarib bo'ldi hozir.
Endi bu işini bilip durup hiç kim tanımagaçqa bu Çexniki danlıq dindari Dominika Duka bu nesini o'ttirg'a ochiq qo'ydi. Bu odamga intan rahmat aytib, rasmiy Vatikanga ishlaydigan odam bu Chexda yo'q o'xshaydi deb o'ylayman shunga qaraganda. Bu to'g'riliq yangi fikr bo'lsa o'ttirib qo'yaylik qarindoshlar. Murat Bey, есть что-нибудь болтает. Ben bir yerde kichkinaganda mushu bir fikrini o'tirsa tashlab qo'yandim, mushu Qozog'istonda men da'vogar. Hozir demiz Endi boshqa da'vogarlar yo'q bu yerda. Murat so'zlayapti, men Bu yerda Qozog'istonda mana men lider. Yo'q boshqa lider. Onu Endi sen men ben deyme. Sen özün ya endi bu men endi bu o'zim chaqchaq deb qo'ydim. Biz mushu maydiki odamlar chiqyapmiz. Nurg'un menga yomon ko'z qarashlar mushu Qozog'istonda nurg'un odamlar bor. Nimishga desanglar, men mushularga qarshi chiqyapman. Bir minut. ayarlar Mushu bizning men analiz qildim. Bizning mushu da'voning uchiga chiqayotgan nimlar bir natijasi yo'q. Mana 25-30 yil bo'ldi. Nimishlarni bitadi bu yerda. Shularga men qarshi chiqsam, men bu yerda hamsi endi ko'pchilikka men yomon bo'lyapman-ku. Sen avni ayblaysan-ki, sen buni qarlaysan-ki, sen uni mundaq deysan-ki deb mana shundaq endi bu yoqqa naq maydon chiqib bu ya kızıp koysan. Ula dozak mı var senin de tosu varsa. ya endi mening ularla ishim yo'q. Men mushu vatan uchun, mushu bizning vatan qarindoshlarimiz hozir mushu daryodek mushu qani yiqilib turdi mushu bizning vatanimizda. Men shular chiqyapman. Bizning Alloh shukri bor. Mana biz hozir sen mana G'ini efendim 2000 tangida to'g'rilik da'vatansa, u bir poch go'sht kelmaydi hozir mushu aqchiqchi. Asli shunga jarima saldo deysanda, uni qo'qandiq biz. Mayli so'lab qo'ysa, shuni mi qo'qqatdiqmi? Men chiqdim, o'tirib chiqdim qo'yina shu vaqt tamoq berdi mana. Issiq uylarda o'tirsa, endi shuni narsadan biz qo'rqib, mushu biz Uyg'urlarga biz o'zimizning vatan qarindoshimizga ovozimizni beramisak, biz qanday Uyg'ur bo'ldik biz asli? Qanday odam bo'ldik biz? Qanday biz teptish mushu aytgan chaylarni ichib, mushu to'ylab, mana yurmiz. Mana 300 chaqirilmaydi mana. Balades. Qirvatdi, so'yvatdi. Hamma millatlar Xitoylar mana sizlar davaslar, Xitoylar mana biz tarafga chiqyapti Uyg'urlarni davasini qilib, biz Uyg'urlar jimni o'tirib oldik. Nimishga biz jarimani qo'qimizga, bizga yanchiqqa urib etdikka, bizga undaq qildikka, bizga undaq qildikka, sen mushu bizning o'zcha bizning liderlarni ayblayotsa, qarlayotsa deydi. Endi satgan kita Uyg'ur qarindoshlar bularning bizga rezultat, natija chiqmasa biz ularni maqtab qilib yuraveramiz. Nim qilish kerak endi ularni? Bular lider bo'lgandan keyin bular o'zgacha mo'yinlaydi mashaq narsani. Bularni tilaymiz. Bizga foydali ish qilmasa, haqqimiz bor. Durustmi, durust emasmi? Bu yigit boshlaricha ular hech qanday narsa qilmanda. Sen lider bo'ldingmi? Sen tayoqni yesa, sen seni ko'tirib seni osmon ko'tarib etmas xalq. Yomon ishlar qilsang, uni yana ostida kezib, shaqqa cho'ktirib etmas. Sen bizning cho'ng bo'lansa, yosh bo'lansa, bizga uning chatligimiz yo'q. To'g'ri. Biz uygun ketdik, bular 25-30 yil. Mana nim deydi, mana biz Sharq Turkiya, biz mana shu gaplarni vaqtlarda boshladik-ku. Biz qanday Turk Uyg'ur? Bizning nimishga vatanimiz Sharq Turkiston bo'ldi. Shu gaplarni desak, mana ko'rdinglar, biz Turkiyaning Uyg'urlardan nurg'un gaplarni oldik.
Ulanın yanamайды қолайдыған нұрғын мұшу, әттәй мұшу біздің yolumuzun мұшу, dava yolumuzun buzulған әдәмлер мұшу. Bir мұшу isimler, biz Türk, Uygur, bu bizden ziminimiz emez, bu hemimizden, bu zimini mesela dap koyay. Мұшу, imler bölüttü bana. Manjur Bamo, Kimba, Çağa, Oyrat, hemizge Mongollaga bizden vatanımızdan bölüttü Мұшу Salih Hudayardak, мұшу adamlar. Bu Uygurların zimini emez, bu hemimizden ziminidir. O kandak biz yollamağımız. Mana Uyguristan tamam, biz Uygur. Tamam. Мұшу biz Muşlu'nun hazır yollamansak biz kaçandı biri Muşu hazır kıpıvatkan Muşu Trump kakşavatkan biz Trump 4 yıl mana kakşap tutu mana prezident bolup. Biz nimşlan kıldık. Bizden mana nime medeniyet kırgınçılık buvatıdı mana doktan asmanı taşlap mana biz dutta temper Muşu Evropalada oyunduk. Erkek kırgınçılıkla hazır mana toktuma deyiş gerek. Bizden halkını kırvatıdı, yok kıvatıdı. Әтүйге мұшы Қазақстанға Орта Азия келді. Біздің шүркен бешіміздің бияды кесті бұла. Бұла мұшы жасуслар мұшы, я ола жасуслар мұ, я мұшы содыгерлер мұ мұна. Әмісі мұшы даваның yolundan біздің шүрді туатқан мұшы. Davagерлер. Ola $1000, $2000 demez. Olanın üyekisi. Olanınki, o hayırlarınki, Almadı'daki hayırlarının üye kırıp cıhbemeydi. $100.000 şunda tutkazgan iken. Vay anan, dadam sen, atı bulam sen cennet senle çıvarak adam yok deydi. Anığı deydi. Kakırman, mavi işkizinin senin. Sen bunun gayrıqı jigitiş sayla degeni kiren tırsına hacım, ma falançı dep ol demek oladı ki Pas kahraman diye kim o? Uyuşup bu pul onun hazır. Ha? Kays kahraman? Nimdese? Murat. Sen efendi. Kays kahraman ne deydi? Kahraman hocam bir. Kahraman hocam bende. Veziri, vekili. Dünya Uyuyor Kuruk deyilden ki O'rta Rossiyadagi vakilimi, Qozog'istondagi vakilimi ya? Bron Rabia Qadır'ın 10 kolu bo'lganti. Biz asli biz mushu mana Uyg'urlar biz asli pulg'imi qiziqmidik, biz nimga qiziqmidik. Nurg'un narsadan albatta sen arilib qolsan mumkin mushu ishlarda. Sen bu yerda hech qanday foydaliq yo'q narsa bu. Biroq bu o'zingning yuragingdan ketmagan bu vatan uchun, o'zingning millat uchun shunday narsa sen ketmasan bular boshqacha o'ylaydi ekan. Bular boshqacha. Men buni Qozog'istonda boshlaganda nurg'un nimalar kelganda buni surgun hukumatlardan, Fransiyadan menga telefonlarni qilib meni qo'shmoqchi-da. Biroq men o'zim tushundim. Bizning bu yo'llar durust emas. Bizning mushu naq maydonga chiqib, mushu Qozog'istonda biz qo'zg'alish kerak. Biz mushu Sharq Turkiston, Turk Uyg'ur bu islom, bu dinchilar bu hammasi yo'q gap bu. Meni o'yimcha u durust emas. Biz dinchilar bu dinchilarni haqqimizni tatsak qolganlari nima arbitandiq. Bizim Uygurlar bu yerda 100% 5 vaqt namoz yo'q, endi ularni armash kerak. Bularning da'vo qilayotgani Murat, dinning da'vo qilayotgani Uyg'urning da'vosi qarshi. Onu sen bilmaysan. Men nurg'un xalq bilmay islom dinimiz deydi. Bular mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan nima degan chaqda oxir zamonki kitob kofirlar cehennemki eşekten hangrab tüymene tiş pekiraydı-ku. Aşık vay canı pekirab aşık otuk düşürüyorlar degen. Boşlar ne? Nemiga? Bular bildi. Ma dava, din dava degen dava bo'lmaydi. Dinning davası peygamberimden qilib bo'lgan. O namazı okumaslık, dinine kirmaslık o insanın özü ihtiyarına Allah koyup bergen.
mecbur emas bu. Bunu bu şandaki hatalıkı bu. Ben hazır düşündürüp koyayım şu Kazakistanlık Uygurlarga bunu yarı efendim kim bu? Yarı efendim 5 minut. türden karsa bir 5 minut vaqt qoldi. Yaman qildi, mümkün birleri o'ylaydi arak. Biroq bu 5 vaqt namazlık adam. Ha. Kim bo'ldi? 5 minut vaqt var. Yok bak gibi Ha? 5 minut. Senin tüyem Ya davay bu 5 minut vaqt. Gel qila Murat. Şunun için biz hiç kimini ayıplamaymiz, biz hiç kimini karlamaymiz. Biz kandak bizim oyunçumuz bana durus yok. Nurgun şu Amerika turvatkan Uygurlar kimni koldu Biden'ni. Mana Biden resmi şu Xitayning adımı çıktı. Bir söz mana 4 yıl şu Trump kakşap tutsa onu erkek kırgınçılık Uygurlar Şarkı Türkistan kanunu açmadı. Hiç kadar Uygur kanun çıktı. Tamam. Şunu ki bizden Türk biz şu nimge çıksa için dünya bilmeydi kim o Türk Uygur. Kayda o Şarkı Türkistan ula bilmeydi. Okumaydı ondak derslerini. Avrupa'nın şu demokratlığı hükümetleri. Ula bildi Uygurlarını ula şu Uyguriyadan da Uygurstan'dan da şunu bildi bular düşündü. Şark Türkistan ular okumaydı. Şunun için sizlerini anılsa mesela sizler şu Şark Türkistan'la kaçandan beri şu Şark Türkistan kanunlarını çıkarıp bıraktı. Bu Şarkı Türkistan deydiganlarçı sürgün hükümet. Alt sürgün hükümet var. Dünya Uygur kurultuyu var. Demedi ki 36 dernek var Türkiye'de. Bu işte hemiz Joe Biden'ın askeri bula. Sürgün hükümet altısı vakaleten sağlık Xuday yerine Joe Biden medyada görüştüğü altısı vakaleten aşının kıpla. Hemisi aş Joe Biden'ın adamları bula. Şununla alan tebriklep Joe Biden'ı degen hüccetlerini çıkardı bula. Ha. Hemiz bir tigi bir. Türkiye'nin şunun adamları. Bana bunun bizden tebrikledi şu Dünya Uygur kurultay. Nuri Türkel şu Biden'ın ofisinde işlerdikken o mu demokratken o? Onun bizden Uygurların düşmeni. Ablacığım tebrik ettik o. Leylaman hazırlanan bitişinanı jıvatanda. Leylaman jıvatanda. Nimdaydı o? Ya onun jıkkan nesi edipti. Yasin Arafat 1.224.000 pitişen jıgıp bir nemi kılanmadı, işim kılanmadı, ölüp ket biçarım. Bu mandak nesi? Vakit 1 minut kaldı. Bütün dünyadaki azıcık nemiler hareket küçüktü. Ya bu yarı çıraylı hoş iş koyalı yani gelecekten de yalı vakit var. Kayama gep kotu ben. 1 minut he? Dünyadaki kömbü. Bu azıcık hemen tizimlap oldu. O hocam badımı yok, yanbısı mı yok, kim ula yokaydı. Kazaklar tapkan bunu. Ekin o süküyün deyip aladı. Ah, alekim mavut, alekim kılıç aladı. Estağfurullah. Ağzı bu, şunu gel, şunu, değil mi? Düşenin başladı. Çünkü değil, hayırlar aşı. Taksi be bırak. Külüp He. Vakit toştu. şu çalık gelgen, çalık gelgen. Kilodu. Dikkatli öyle. Beni yapıp tüküdü. Mesamam. He. Salam kardeşler. Kolaysın. Vaqt münasibet bilen müşahede toxtasak, ma deydigan gaplar bu şu, bunu ayrım bir tema qilib, mediada ayrım 1 saat so'zlasak bo'ldi. Xafamanlandi.